Maydalashib o'tirgim kelmadi buni temada. Shohjahon Jo'rayev. Kelmadi buni temada. Bolalar aynan bizni stilimizni olib chiqqan bolalar. Aynan bizni stilimizni olib chiqqan bolalar. Bizni imijimizni qo'shiq aytish uslubimizni olib chiqib aytgan bolalar. Aeroportning yonida restoran bor. Shu yerga men to'yga kirganimda ayol soqiyni aytib turgan paytni ustiga kirganmiz. Hijolat bo'lgan, chiqib ketib qolgan orqa tomondan. Bir joyga kirganimda ular ham shu yerda yurishgan edi, o'zlari kelib ko'rishib, nomerlarimgacha olib olishdi, gaplashdik. Teskari o'ylagan ekanman, uzr deb mendan uzr so'radi. Ozgina vaqt o'tdi-da, karvon ko'rdim ashulasini sal boshqacha qilib buzib aytishdi. Keyin avtorlik huquqi uni bosgan. Nimaga aytyapsan degan. Jo'rayevlar taqiq qo'ydi bunga degan. Men Telegramga yozdim. Ovozli xabar yozganman. Telefon qilsam olmadi. Qani qaysi Jo'rayev senga taqiq qo'ydi? Jo'rayev ko'p. Qaysi biri taqiq qo'ydi senga dedim. Nimaga xalqqa biz yomon qilib ko'rsatyapsan? Bu erkakning ishi emas bu. Hamma o'zining ishini qilyapti bu yerda. Sani avtorlik huquqi borib to'xtatasan degan bo'lsa, nimaga xalqqa bizni yomon qilib ko'rsatyapsan deb men ovozli xabar tashladim. Uni eshitdi u. Javob bermadi. Va davom etdi bu holatda. Men kutib yurdim buni. O'ziga kelib qolar balkim. Adashganini tan olar dedim. Yo'q, voqea ko'p davom etdi. Mana masxara qilishgacha bordi keyin. Oshmasdava deb. Mana hozir bor haqiqatni endi aytyapman so'rayotganinglar uchun. Shohjahon Jo'rayev. Alisan, ukajonim. Katta bola bo'lib qolding. Kecha menga intervyu jo'natishibdi. Men sen oldinga borib kechirim so'raganman. Men uzr so'rabman sendan. Sen g'alatiroqmisan yoki yosh bolamisan? O'zing kelding. Assalomu alaykum akajon deb kelding. Saloming bo'lgani uchun men bilan sen bilan so'rashdim ukam. Men Rabbimsan, sendan kechirim so'rashmas. Seni dadangni oldiga ham so'rashgani men bormaganman. To'yda to'g'ri kelib qolganmiz, birga ashula aytganmiz. Shu hayotimda shu 3 marta to'yda ko'rdim. Doim menga tashab yurardi dadang rahmatli. Sen meni o'zing bilan teng qilma. Men o'zimning yo'nalishim bor, san'atkorman. Sen dadalaringning oldidagi san'atkorman. Kelmadi. Sen salar gapiryapsan, men sen dadangdan sal kichkinaman xolos. Meni dada degan, aka degan men ukam.